Tasavvur qiling, siz Minecraft olamida bir o'zingiz o'ynab yuribsiz va o'rmonga kelganingizda bunday g'alati daraxtga ko'zingiz tushadi. Siz bu daraxtni shunchaki bug deb o'ylab chopib olasiz va yo'lingizda bunday narsa chiqadi. Bu narsaning tepasida yozuv bo'ladi. Buni o'qish uchun siz qiziqib tepaga qurib chiqasiz va bu yerda 7 va 6 raqamlari yozilgan bo'ladi. Agar siz bunday joyni topgan bo'lsangiz, endi siz bilingki, siz challenge ichidasiz. Qadrli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz horror bo'ladi. Oldindan eslatib o'taman, bu videodagi hamma men aytib o'tadigan gaplar yolg'on, o'ylab topilgan va video yoqishdan oldin, videoni boshlashdan oldin sizlarga aytib o'tmoqchiman, like bosing va kanalimga obuna bo'ling, chunki biz tezroq 5000 ta obunachini yig'ishimiz kerak. Qani unda ket. Siz bu qishloqni oldin ko'rmagansiz. Bu qishloqda hamma joy buzilgan va vayron bo'lgan edi. Siz bunday narsalarni topishingiz mumkin. Siz uyni tekshirmoqchi bo'lasiz. Agar birinchi bo'lib tekshirgan uyingizda bunday taxtachani ko'rsangiz, bilingki, siz endi xavf ostidasiz. Sizning birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish eng balanddagi binoga borish. Eslatib o'taman, bu ishni 2 minut ichida bajarmasangiz, sizni o'yin avtomatik tarzda o'ldiradi yoki sizning yoningizga maxluqlarni yuborishni boshlaydi. Bu binoga kirganingizdan keyin endi siz xavfsizsiz. Va nihoyat bu uyga kirib oldingiz va sandiqni ochasiz va bu yerda kitobni topasiz. Kitobda esa qoidalar yozilgan bo'ladi. Qoidalarga e'tibor berib harakat qilsangiz, siz bu qishloqdan eson-omon chiqib ketishingiz mumkin. Nimaga deb o'ylasangiz, bu qishloq sizni endi qo'yib yubormaydi. Bu kitobdagi qoidalarni o'qib chiqmaguningizcha. Men qoidalarni aytib berishim mumkin sizga. Birinchi qoida. Hech qachon ertalab tushmaguncha deraza oldida turmaslik kerak. Deraza oldida tursangiz, sizni maxluqlar kuzatishi mumkin va uyga kirib olishi mumkin. Shuning uchun mana bu narsalarni ham tezda olib yopib chiqishingiz kerak. Bular maxluqlarga sizni ko'rishga yordam berishi mumkin. Ikkinchi qoida. Har doim shunday vaqt bo'lganda qishloqni 2 martadan aylanib chiqasiz. Qishloqni 2 martadan aylanib chiqasiz va qishloq yonida turgan mana shunday kaktuslar, 2 talik kaktuslardan tepadagisini sindirasiz. Bu bitta kaktus, endi sizga shunday kaktuslardan 67 tasi kerak. Faqat bir narsaga e'tibor berish kerakki, bu kaktus faqat 2 talik yoki 3 talik kaktusning eng tepasidagisi bo'lishi kerak. Boshqalari hisobga o'tmaydi. Qishloqni aylanasiz. Bunday kaktuslarga ko'zingiz tushsa, uni darrov sindirib oling. Chunki bu sizga hali kerak bo'ladi bu qishloqdan chiqib ketishga. Va nihoyat siz 67 ta kaktusni terib bo'lganingizdan keyin yana bir narsaga e'tibor berishingiz kerak. Bu qishloqdagi ekinlarni hech qachon uzishga va yeyishga harakat qilmasligingiz kerak. Bu sizning hayotingiz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Keyingi qilishingiz kerak bo'lgan ish bu flint and steel topish. Bu ish ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Chunki sizda temir bo'lmasa, bu deyarli bu qishloqdan chiqmay turib imkonsiz degani. Galim ham bo'lmaydi bu qishloqda.
Uchinchi qoida: hech qachon bu lavaga 1 soniyadan ko'p tikilib qolmang. Chunki 1 soniyadan ko'p tikilib qolsangiz, o'yin hard mode'ga o'tadi va dunyo har doim kechqurun bo'ladi va siz maxluqlar orasida kaktuslarni yig'ishingizga to'g'ri keladi. Qishloqdagi uylarni aylanib chiqing. Sizda buning uchun vaqt bo'ladi. Va agar mana bunday pechkani topib olsangiz, bilingki, endi siz yana xavf ostidasiz, kunduzi bo'lsa ham. Bu degani sizda 3 minut vaqt bor. 3 minut ichida yana asosiy binoga qaytib borishingiz kerak. Yo'qolsam sizni kunduzi bo'lsa ham maxluqlar quvlashni boshlaydi. Agar siz oddiy survival rejimda bo'lsangiz, menga o'xshab narsalaringiz unchalik yaxshi bo'lmasa, shunchaki o'lsangiz ham bo'laveradi. Lekin siz o'lganingizdan keyin yana shu asosiy binoda paydo bo'laverasiz. Shuning uchun o'lishni maslahat bermayman. Bu yerda endi siz hamma derazalarni yopishingiz kerak. Bu eshikni ham shunday qilib, shu yerda 10 minut kutishingiz kerak. Yaxshi, siz 10 minut kutdingiz va tashqariga chiqasiz. Agar siz tashqariga chiqqaningizda shunday qishloqni topsangiz, endi bilingki, siz 20 minut xavfsizlikdasiz. Endi kechqurun ham maxluqlar sizga xalaqit bera olmaydi. Shunday qilib siz tezlik bilan flint and steel topishingiz kerak bo'ladi. Flint and steel bilan nima qilishni keyinroq aytaman. Hozir tezroq topishimiz kerak hayotimizni saqlab qolish uchun. Birinchi o'rinda sizga gravel kerak bo'ladi. Buni esa mana bunday yaqindagi g'orlardan topsangiz ham bo'laveradi. Lekin aslo g'orlarni qorong'u joylariga borishga urinmang. U yerda har doim maxluqlar yuradi. Va bu sizga xalaqit berishi mumkin. Agarda siz 20 minut ichida flint and steel yasalmasangiz, demak bilingki, endi siz yana ham ko'proq xavf orasidasiz. Nimaga desangiz, chunki 20 minutdan keyin uyingizda har 1 soatda qandaydir maxluq paydo bo'la boshlaydi. Uyingizni ichidan chiqib, u sizni qidirishni boshlaydi. U sizning ovozingiz bilan eshitib keladi. Vardinga o'xshab. Agar u sizni topib olsa, endi bilingki, siz 1 soat ichida u sizni o'ldirmaydi, lekin siz endi 1 soat ichida bu qishloqdan chiqmasangiz, o'ynayotgan qurilmangizni virus tushirishi mumkin. Shuning uchun hozir men tezda flint and steel topib kelaman. Videoni kesib turaman shunga. Va nihoyat siz bir nimalar qilib flint and steelni yasadingiz. Endi bilingki, sizda 67 soniya vaqt bor. Bu soniya vaqt ichida siz hamma kaktuslarni yoqishingiz kerak. Birma-bir tashlashingiz kerak. Shunday qilib. Yaxshi. Bu kaktuslar tugagandan keyin siz bemalol ana bu qishloqni o'ldirib, bu qishloqdan chiqib ketsangiz bo'ladi. Va nihoyat tugadi, olovni o'chiramiz va qishloqqa hayır senga deymiz. Qanisan. Va u o'ldi. Endi sizda 60 soniya vaqt bor. Bundan bu yog'iga faqat tezlikka harakat qilishimiz kerak. Chunki ana bu kelgan joyimizdan xuddi o'sha joydan chiqib ketmasak, biz o'lishimiz mumkin. Avtomatik tarzda xuddi shu yerdan chiqib ketamiz. Va tamom bo'ldi. Endi siz bu qishloq tuzatildi, lekin bu qishloqqa qaytib kirishni umuman xohlamasangiz kerak. Bo'ldi, endi siz
bemalol Minecraftni mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Ha do'stlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'ling. Va yana bir bor eslataman, bu videodagi hamma ma'lumotlarni o'zim o'ylab topganman sizlarni qiziqtirish uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosing va obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.